Anga qara shogird, fermada otam aytganlarni qilib yurgin, tushunib jahllari yomon. Ha. O'g'limmi shogirdi? Bo'lich kiysanmi? Ha, yema do'da bering. Mazaliga qatta oldingiz. Mana po'chodan chiqdi-da, bolam. Ustozim qattam bunaqa isqirtletsam, otadan yuqqan ekanda. Voy ustoz, mana bu qo'yi mazasi bo'lmayapti, nima qilamiz? Shogird, mana vinoni olganda yarmini ichirib yubor. Nega yarmini? Voy, kayf bo'ladi, sarmasi bo'lib qoladi, keyin olib chiqib sotib yuboramiz. Lekin tezroq sotish kerak. Kayf tarqasa dumalaydi. Buni olarmi-ku? Oladi, voy mana arashan deymiz, quloq uzun. $1000 ga beraveramiz alda. Nega hozir quloq uzun qo'ylar qimmat bo'lyapti? Qassobda so'yadi-yu. Quloq bilan ko'zini yopib qo'yadi. Shuning uchun qimmat. Do'dam, bu sigirlar necha litr sut beradi kuniga? 10 litr toza beradi. Ye, meni ustozim kuniga 15 litr qatuv sotamiz dedi. 5 litr qatak yeyapti. Aralashmagin deb bol o'tlandir. O'g'lim, bu shogirding nima deyapti? Nimadir ixtilayotganga o'xshayapti. Xotiromi ota, nabodo tegi chiqib qolsa, bo'yniga qo'yaveramiz. Ustoz, mana buni qarang, zo'r o'yin ixtiro qildim, daromad keltiradi. Shu ham ixtiromi? Mana yil ixtirosi. Tappa apparat 3 bolli ixtiro qilishdi. Shundan foyda bordi. Men nima qilay? Sen tappa apparatini to'rini chiqar. O'g'lim, Ha, qassob kelyaptimi? Bu qalay tarozi tortgani? men aytgandek bilan 3 kun sug'armadingmi? Yo'q, suv bermadim. Endi bosib sug'ar. Nimaga? Qassoblar kelib bilan tarozi tortadimi? Ha? Shu ichgan 30-40 litr ham go'sht hisobida o'tib ketadi. Ha, foydushandan ekanda. Adabu qo'ydan qo'ygan vino chiqibdi, kayf bo'lib qopti. Tarqab ketadi.